Savol. Assalomu alaykum ustoz. Eshakning suti o'pka kasalining dorisi deb ishiladi ekan. Buni iste'mol qilishning hukmini bayon qilib bersangiz. Javob. Va alaykum assalom. Sahihayndagi hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yerlik eshak go'shtini harom qilgan va chunki u paskinidir deb jakarlatgan. Sutning hukmi go'shtga tava deb qarag'achqa, ko'pchilik olimlar eshak suti go'shtiga o'xshash nejis. Shunga uni iste'mol qilish harom deb qaragan. Shundaqdimi, o'pka tuberkulyoz, yo'talga o'xshash ba'zi bir kasalliklarga dori sifatida iste'mol qilish zaruriyatlar haromni mubah qiladi degan qoida bo'yicha ishonchli doktorning ko'rsatmasida uningdan boshqa unumli dori topilmaslik sharti bilan mubah bo'ladi. Lekin kunimizdagi tibbiy fan taraqqiyotida ba'zi kasalliklar uchun intayin unumli halol dorilar mavjud. Shunga eshak sutidan boshqa chora yo'qligi tekshirib beqishga tegishli masala. Agar sopon, girim buyumlari yoki doridak boshqa bir modda yasash jarayonida eshak suti ximiyalik pishiqlab ishlanib, asl xususiyatini yo'qotib boshqa bir moddaga aylansa, nejislik mohiyati o'zgarganlikdan hukmi ko'tarilib ketadi va uni ishlatish va iste'mol qilish joiz bo'ladi. Buningga munosabatli mazmunlarni buni fatvodan ko'rib olg'aysiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvada doktor Abdul Aziz rahmatulloh.